G'aflatdan keyingi uyg'onish. Bismillah, alhamdulillah, assalatu vassalam ala rasulillah. Assalamu alaykum wa rahmatullohi va barakatuh. Tuvanda dehqonlarga Şeyh Salih Al-Fawzan hafizahullohning yoshlar duch kelgan masala va uning islomdagi choralari risolasidan ikkinchi qo'shimcha g'aflatdan keyingi uyg'onish temasini o'qiymiz inshaalloh. G'aflatdan keyingi uyg'onish. Izohat. Ikkinchi, uchinchi va to'rtinchi qo'shimchalar İmam İbn Javziy rahimahullohning nafs tarbiyasi, qalbni parakanda qilg'uchi amillar va muqaddas ilmni o'rganguchilarga samimiy nasihat degan asarlaridan ilingan. Izohat tugidi. Ey o'g'lim, o'tmishdagi beparvoliqing seni yaxshiliklarni vujudga chiqarishdan umidsizlantirmasin. Chunki nurg'un kishilar uzun muddatlik uyqudan, ya'ni g'aflatdan keyin hushini topadi. Sheyx Abu Hakim rahimahulloh mana shularni aytib berdi. Izohat. Örneklik alim Abu Hakim İbrahim ibn Dinar Nehruvani Hanbali Bağdat'ның imamlarından biri bulup Rabbani, zahid, mehribon, sabrchan kishi edi. U miras ilmi jihatdagi eng katta olimlardan biridir. U Bağdat'ның sharqidagi Azaj qovuqining yeniga bir maktab ichib, shu yerda ibodat bilan mashg'ul bo'lgan. U nom chiqarmaslikka tirishgan va har vaqt o'z ahvoliga shukr qilgan. U tikkichilik qilib jinini baqatdi va bir kiyim tikkanga aran 2 tanga oladi. Ba'zi kishilar uning ochig'ini keltirishga tirishgan bo'lsa-mu, muvaffaq bo'la olmagan. U meyiplarga va yashanganlarga xo'shallik ilkida xizmat qiladi. Hadisni o'z beti esida saqlaydi. U Hijriya 556-yili vafot bo'lgan. Hafiz Zahabi Sira A'lam Nubula 396-20. İmam İbn Javziy Muntazam 201-10. Izohat tugidi. Yoshligimda o'yin tomoshaga heris edim va muqaddas, ya'ni diniy ilmga ko'ngil bo'lmaydim. Shuning bilan dadam Abu Abdullah rahimahulloh menga o'g'lim, men sana baquvanda emas. Shuning uchun bu 20 dinarni elib, navoiyxonadan birini ichib, az to'la tapovat qilgan dedi. Men nima deyaptilar dedim. Shuning bilan dadam undaqda tikkichilik do'kkini ochqin dedi. Men degan qozilarning qozisi Abdullah Damag'aniyning pushti tutsam, qandaqmi menga bundaq taklifni berdilar dedim. Dadam, lekin men sening ilm o'rganganingni ko'rmadim dedi. Shuning bilan men undaqda hozirla menga dars o'tsizlar dedim. Dadam shunday qildi. Men shu vaqtdan tortib muqaddas ilmni qatiqinib o'rganishga boshladim va Alloh subhanahu va taolo bu jihatda menga muvaffaqiyat ato qildi. Abu Muhammad Halavani rahimahullohning hamrohlaridan biri menga shunday dedi. 21 yoshga kirgan chig'imda dadam vafot bo'ldi. U chaqda men layg'azallikda dang chiqargan edim. Men o'zimga miras qolgan bir uyni elish uchun bag'inimda u uyda o'ltirayotgan kishilarning dunyoning zinnatlarini tark etguchi keldi deganligini angladim. Va o'zimga ular meni da'vatamdi dedimda, apamning yeniga berib, agar menga hojitingiz tushsa, meni Sheyx Abu Xattabning masjididan topalaysiz dedim.
Şunun bilen men şeyhning yanında turup, u çıkargan hükümlerini yetkizgendim başka vaqtlarda onun yenidan ayrılmadım. Ve şu tariqada bir davrning qozisiga aylandim. Men onun şer'i hükümlerini çıkarganlıkını ve başkalar bilen münazirleşkenlikini kögen edim. Elhamdülillah, yukarıda Şeyh Salih el-Fawzan Hafizahullah'ın yaşla duç kelgen mesele ve onun İslam'daki çağrıları risalesinden ikinci koşumca gafletin keyinki oygunuş deymesini anladыңlar. Keyin qitimda üçüncü koşumca özünü tizginleş deymesini okuyumuz inşallah. Ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.